Assalomu alaykum Husanov News tomoshabinlari. Bugun sizlar uchun navbatdagi muhim yangilik. Manchester City FA Cup doirasidagi uchrashuvni ishonchli tarzda yakunladi va eng quvonarlisi Abduqodir Husanov o'yinda to'liq vaqt maydonda harakat qildi. 14 fevral kuni Manchester City Salford City'ga qarshi maydonga tushdi. Uchrashuv juda faol boshlandi. O'yinning ilk daqiqalaridanoq City tashabbusni qo'lga oldi va tezkor bosim o'z natijasini berdi. 7-daqiqada xavfli vaziyat yuzaga keldi. Himoyadagi chalkashlikdan so'ng to'p Salford futbolchisi tomonidan o'z darvozasiga yo'llandi va hisob ochildi. Manchester City o'yin davomida to'p nazoratini saqlab qoldi hamda raqibga deyarli imkoniyat qoldirmadi. Ikkinchi bo'limda ham City ustunligi davom etdi. Jamoa ketma-ket hujumlar uyushtirdi. Bir nechta golli vaziyatlar yaratildi. Uchrashuvning so'nggi qismida 83-daqiqada standart vaziyatdan keyin yana bir gol kiritilib, hisob 2-0 ko'rinishiga keldi. Shu tariqa Manchester City keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Abduqodir Husanov esa uchrashuv davomida himoyada juda ishonchli o'yin namoyish etdi. U butun o'yin davomida maydonda bo'lib, bir nechta muhim epizodlarda raqib hujumlarini to'xtatdi. Yakka kurashlarda ustun chiqdi va jamoa himoyasiga katta hissa qo'shdi. Bu o'yin Husanov uchun yana bir muhim tajriba va ishonchli chiqish bo'ldi.